Assalomu alaykum. Fizika fanidan milliy sertifikat 6 aprel 2026-yil 1-smena savollarni ko'rib chiqamiz. Bu savollarni aytgan Shavkat Azimovga rahmat aytib qolamiz. Demak, birinchi savolimizdan boshlaymiz. Birinchi savol: Yer ekvatorining uzunligi 40 ming kilometrga teng, ya'ni L teng 40 ming kilometr. Reaktiv raketa V teng 3200 km taqsim soat tezlik bilan harakatlansa ekvatorni qancha vaqtda aylanib chiqadi degan ekan. Demak, vaqtni topishimiz kerak. Vaqtni uzunlikni tezlikka bo'lib topamiz. Demak, T barobar 40 ming kilometr taqsim 3200 km taqsim soat. Demak, hisoblasak 12,5 soat chiqar ekan. Demak, javobimiz 12,5 soat. Ya'ni A javob. Xo'sh, keyingi savol. Jism 3 metr sekund kvadrat tezlanish bilan harakatlanmoqda. Uning 4 sekunddan keyingi o'rtacha tezligi 16 metr sekundga teng. Jismning boshlanish tezligini toping. Demak, tezlanish berilgan. A barobar 3 metr taqsim sekund kvadrat, T barobar 4 sekund, V o'rtacha 16 metr sekund. Jismning boshlanish tezligini topish kerak, ya'ni V nolvoyni topishimiz kerak. Xo'p, o'rtacha tezlik nimaga teng? O'rtacha tezlik deganimiz bu boshlanish tezlikka oxirgi tezlikni qo'shib 2 ga bo'lganimizga teng, ya'ni bu 16 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, tezlanish nimaga teng? Tezlanish bu oxirgi tezlikdan boshlanish tezlikni olib vaqtga bo'lishimiz kerak. Bu esa 3 ga teng bo'lar ekan. Demak, bizlar mana bu o'rtacha tezlikdan V qo'shilgan V nolvoyni topsak, bu 32 ga teng bo'lar ekan. Ostidan V ayrilgan V nolvoyni topsak 12 ga teng bo'lar ekan. Endi bu sistemani bir-biridan olib yuboramiz. Ya'ni tepasidan pastini olsak 2 V nolvoy teng bo'lar ekan 20 metr taqsim sekundga. Demak, V nolvoyimiz 10 metr taqsim sekundga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz 10. Xo'p, keyingi savol, 3-savol. Kuchning tezlanishga nisbati nimani ifodalaydi? Ya'ni kuchni tezlanishga bo'lsak nimani beradi? Kuchni tezlanishga bo'lsak bizlarga massani beradi. Demak, javobimiz massa bo'lar ekan. 4-savol. Jism qiya tekislikda harakatsiz turibdi. Jism va sirt orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti mu barobar ildiz ostida 3 ga teng. Demak, jism qiya tekislikda tinch tursa, unga tinchlikdagi ishqalanish kuchi ta'sir etadi. Ya'ni ishqalanish kuchi nimaga teng? Tinchlikdagi qiya tekislikda ishqalanish kuchi bu qiya tekislikda tinch tursa mg sinus alfaga teng bo'lar ekan. Demak, mg imiz 40, sinus alfamiz esa 0,5 ga teng. Demak, buning javobi 20 newtonga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz 20 newton. Xo'p, keyingi 5-savol. Gorizontga burchak ostida otilgan jismning maksimal potensial energiyasi, ya'ni E potensial maksimal to'la energiyasi 75% tashkil qiladi. Demak, 0,175 ko'paytirilgan E to'liq. Jismning uloqtirish burchagini aniqlang degan ekan. Ya'ni qanday burchak ostida uloqtirilganini topishimiz kerak, alfani topishimiz kerak. Demak, potensial energiya qachon maksimal bo'ladi? Potensial energiya eng katta balandlikka erishganda maksimal bo'ladi. Ya'ni eng katta balandlikka erishgandagi energiyasi bu mgh ga teng. Demak, mgh barobar 0,175 ko'paytirilgan. Endi to'liq energiya nimaga teng? To'liq energiyani bizlar boshlang'ich holatdagi kinetik energiyaga tenglashtirsak bo'ladi. Ya'ni m v nolvoy kvadrat taqsim 2. Demak, bunda massalar qisqaradi va h deganimiz bu v nolvoy kvadrat sinus kvadrat alfa taqsim 2g desak, bu barobar 0,175 ko'paytirilgan v nolvoyning kvadrati taqsim 2. Demak, g'lar, 2lar v nolvoy kvadratlar qisqarsa, sinus kvadrat alfamiz barobar bo'lib qoladi 0,175 ga. Buni 3 taqsim 4 desak bo'ladi. Demak, sinus alfamiz ildiz ochisi 3 taqsim 2 ga teng bo'lsa, unda alfa burchagimiz
60 gradusga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz 60 gradus. Xo'p, bizda keyingi masala 6-misol. 6-misolda aytilgan radiuslari 6 cm va 4 cm bo'lgan sharlarning massalari moslashda 40 kg va 24 kg ga teng. Ular o'zaro 14 cm uzunlikdagi stержень orqali bog'langan. Sistemaning massa markazi 6 cm radiusli sharning massa markazidan qanday masofada turibdi degan ekan. Demak, bizlar chizmasini chizib olamiz. Xo'p, demak, chizmasi mana bunaqa bo'ladi. Buni bizlar birinchi shar desak, buning og'irligi massa markazidan pastga tomon bosadi. Ya'ni M1G. Bu tomonda esa M2G. Demak, radiusi bunikini R1 desak, buning radiusi esa R2 ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, endi massa markazi qaysi tomonda bo'ladi? Massa markaz massasi og'irroq tomonda, yaqinroq bo'ladi. Misol uchun, mana bu yerga men tayanch qo'yaman. Mana tayanch qo'ydim. Demak, birinchi mana bu kuchning, ya'ni M1G og'irlik kuchining yelkasi mana bu massa markazidan tayanchga bo'lgan masofa. Ya'ni buni R1 desam, mana buni X1 deyman, mana bu yerni esa X2 deyman. Bu esa M2G. Demak, L1 yelka bu R1 qo'shilgan X1 desak, L2 yelkamiz esa R2 qo'shilgan X2 ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, endi momentlar qoidasidan, ya'ni soat strelkasiga qarshi aylantirilgan moment bilan soat strelkasi bo'ylab aylantirilgan momentlar barobar bo'ladi, teng bo'ladi. Ya'ni M1 barobar M2 ga. Demak, M1 deganimiz bu F1 L1 barobar F2 L2. F deganimiz bu Mg, ya'ni M1G L1 teng M2G L2. G'larni qisqartirsak, M1 L1 ning o'rniga esa R1 plus X1 ni, L2 ning o'rniga esa R2 plus X2 ni qo'yamiz. Xo'sh, endi va X1 plus X2 barobar 14 cm deb ham qo'yamiz va buni endi sistema qilib yuboramiz. Demak, M1 deganimiz 40 ga teng ekan. 40 ko'paytirilgan R1 6 ga teng edi. Plus X1 teng. M2 miz 24, R2 miz esa 4 ga teng. Plus X2. Xo'sh, qavslarni ochib chiqsak, 240 qo'shilgan 40 X1 teng 96 qo'shilgan 24 X2. Demak, bundan X1 plus X2 teng 14 cm deb ham shartni kirgizyorsak va bundan X2 ni topsak, X2 barobar 14 minus X1 deb qo'yamiz. Demak, ustiga 240 plus 40 X1 barobar 96 plus 24 X2 ning o'rniga 14 minus X1 ni qo'yamiz. Xo'sh, qavslarni ochib X1 ni mana bu tomonga o'tkazsak 40 X1 qo'shilgan 24 X1 bo'lar ekan. Bu barobar 96 plus 24 ko'paytirilgan 14 minus 240 ga teng bo'lar ekan. Demak, 64 X1 teng 192 chiqar ekan va X1 miz esa 3 cm teng bo'lar ekan. Endi bizlar topishimiz kerak bo'lgan narsa sistemaning massa markazi 6 cm radiusli sharning massa markazidan qanday masofada turibdi? Ya'ni L1 ni topishimiz kerak ekan. Demak, L1 deganimiz barobar R1 miz 6, X1 miz 3 edi. Demak, javobimiz 9 cm ekan. Mana javob L1 teng 9 cm. Xo'p, keyingi masalamiz endi 7-masala. 7-masalada aytilgan ekan, sig'imi 280 metr kub bo'lgan hovuzda 9 ta nasos o'rnatilgan. Bitta nasos 15 minutda 6 tonna suvni tortib chiqaradi. 9 ta nasos 1 soat davomida ishlaganda hovuzda qancha suv qoladi degan ekan. Demak, mana bunaqa qilib chiqarsak bo'ladi. Bitta nasos 15 minutda 6 tonna suvni tortib chiqaradi. Demak, bitta nasos 1 soatda, ya'ni 1 soat deganimiz 60 minutda qancha suvni tortib chiqaradi deb savol qo'yamiz. Demak, bu 24 tonnaga teng bo'lar ekan. Xo'p, endi 9 ta nasos
60 minutda qancha suvni chiqaradi desak, bu 9 ko'paytirilgan 24 tonnaga teng bo'lar ekan. Xo'p, endi bizda qancha suv qoladi degan ekan. Demak, qancha suv qoladi desa, delta m teng deymiz. Dastlabki massadan keyingi massani olib tashlaymiz. Demak, dastlabki massa 280 metr kub degan suvimiz bu 280 tonna suvni beradi bizlarga. Demak, 280 tonnadan olib tashlaymiz 9 ko'paytirilgan 24 tonnani. Demak, bu teng bo'lar ekan 64 tonnaga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz 64 tonna. Xo'p, keyingi masalamiz 8-masala. Chizmada berilgan ma'lumotlardan foydalanib, jismning suyuqlikka botgan qismining hajmini toping degan ekan. Jismning to'la hajmi 48 detsimetr kub. Zichligi 1200 kg taqsim metr kubga teng. Demak, buni mana qilib chiqarsak bo'ladi. Xo'sh, mg og'irlik kuchi pastga, Arximed kuchi yuqoriga va yana bu yerda tarozi tomonidan xo'p, mana bu prujinada hosil bo'lgan qandaydir bir F1 kuch deb qo'ysam bo'ladi. Yoki F kuch desam bo'ladi. O'sha F kuchning qiymati bu 200 newtonni beradi bizlarga. Xo'p, taranglik kuchiga o'xshash desak bo'ladi-da. Demak, F qo'shilgan F Arximed barobar ekan mg ga. Xo'sh, endi F ni topsak, F deganimiz bu mg minus F Arximedga teng bo'lar ekan va bu 200 ga teng bo'lar ekan. Endi mg ni rho va g desak, ya'ni rho va g olingan rho suyuqlik v botgan g desak, bu 200 ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, demak, bu yerdan xo'sh, endi o'rniga qo'yib chiqamiz. Demak, rho deganimiz 1250, v deganimiz 48 ko'paytirilgan 10 ustun minus 3, g deganimiz. Xo'p, g ni mana buni qilamizda 10 deb olsak va 200 bilan qisqartirib yorsak bo'lar ekan. Demak, olingan rho suv, demak bu 10 ning 3i ko'paytirilgan v botgan, demak bu 20 ga teng bo'lar ekan. Mana buni 1.25 deb yorib, uni 10 uchun qisqartirib yorsak bo'lar ekan. Demak, 1.125 ni 48 ga ko'paytiramiz. 60 ga teng bo'lar ekan. Demak, 60 minus 10 ustun 3 ko'paytirilgan v botgan teng 20. Demak, bundan v botgan teng bo'lar ekan 40 detsimetr kubga teng bo'lar ekan. Demak, jismning botgan qismining hajmi 40 detsimetr kub ekan. Xo'sh, keyingi masalamiz 9-masala, ya'ni hajmi 6 cm kub bo'lgan jism suvli idish tubida yotibdi. Unga gorizontal yo'nalishda ildiz ostida 44 metr/sekund tezlanish berildi. Jismga ta'sir qiladigan Arximed kuchini aniqlang degan ekan. Demak, mana buni suv desak, mana bu yerda jism yotibdi. Demak, unga gorizontal tezlanish berilgan. Ya'ni bu tarafga A barobar ildiz ostida 44 metr/sekund tezlanish berilgan ekan. Jismga ta'sir qiladigan Arximed kuchini aniqlang degan ekan. Demak, bu yerda ikki xil Arximed kuchi bor, gorizontal va vertikal. Vertikal Arximed kuchimiz tepaga bo'ladi. F Arximed Y desak, gorizontalimiz esa tezlanish yo'nalishida deb olsak, demak, F Arximed natijaviy teng bo'ladi. Ildiz ostida F Arximed x ning kvadrati qo'shilgan F Arximed y ning kvadrati. Demak, F Arximed natijaviy barobar F Arximed x imiz bu rho suyuqlik v botgan, to'liq botgan uchun v deb ketaman, ko'paytirilgan a ning kvadrati qo'shilgan rho suyuqlik v botgan va g ning kvadrati. Demak, qavsdan chiqarib yuborsak rho suyuqlik v ni va ildizdan ham chiqarib yuborsak,
Demak F Arximed natijaviy barobar rho suyuqlik ko'paytirilgan v ildiz ostida a kvadrat plus g kvadrat bo'lar ekan. Demak rho suv 10⁻³ v 6 ko'paytirilgan 10⁻⁻6 a kvadrat plus g kvadratimiz esa 144 bo'ladi. 144 dan ildizdan 12 chiqar ekan. Demak 12 metr taqsim sekund kvadrat. Yoki birliksiz yozyapkan ekanmiz. Demak 12 desak 72 millinewtonga teng bo'lar ekan. Demak javobimiz 72 millinewton. Xo'sh, keyingi masalamiz 10-masala. Garmonik tebranayotgan jismning to'lqin uzunligi, ya'ni lambda barobar 0,8 metrga teng. To'lqinning birinchi va 4-do'ngliklar orasidagi masofani aniqlang degan ekan. Demak, to'lqinni chizib olsak, demak bu birinchi do'nglik, bu ikkinchi do'nglik, bu uchinchi do'nglik, buni 4-do'nglik desak, demak 1 va 4 orasidagi so'ralgan ekan. Demak bu yerni belgilab olamiz. Demak, birinchi va 4-do'nglik orasida qanday fazada farqi bor ekanini topamiz. Demak, buning o'zi 180 gradusni beradi, bu yarim aylana desak. Xo'sh, mana 180 gradus, bu 180 gradus, bu 180 gradus, mana bu 180 gradus, mana bu 180 gradus, mana bu 90 gradus. Bu esa yana 90 gradus. Demak, umumiy fazada farqi 1 2 3 ko'paytirilgan 360 gradusga teng bo'lar ekan. Demak, 360 gradusga bitta to'lqin uzunligi to'g'ri keladi desak, bu yerda 3 ta to'lqin uzunligi bor ekan. Demak, masofamiz S teng ekan 3 lambdaga. Demak, javobimiz 2,4 metrga teng bo'lar ekan. Xo'sh, keyingi masala. Tebranma harakat qilayotgan jismning siljish tenglamasi x teng 2 kosinus 2,5 pi t ko'rinishga ega. Jismning maksimal tezlanishini aniqlang degan ekan. Demak, pi kvadratni 10 deb oling deb qo'ygan ekan. Jismning maksimal tezlanishini topamiz. Ya'ni a nolevой. Xo'sh, bu tenglamamiz aslida qanday bo'lishi kerak edi? Aslida x barobar a kosinus omega t bo'lishi kerak edi. Bu yerda x ning eng katta qiymati, ya'ni a ga tengda bu. Demak, bundan bir marta hosil olsak, bizlarga tezlanishning tezlikning qiymatini beradi. Tezlik tenglamasini beradi. Ya'ni v barobar minus a omega sinus omega t bo'lib qoladi. Nimaga? Chunki kosinusdan hosil olsak, oldiga minus belgi chiqadi va minus a omega sinus omega t bo'lar ekan. Bundan yana bir marta hosil olsak, tezlanish tenglamasi kelib chiqadi. Ya'ni a teng minus a omega kvadrat kosinus omega t bo'lar ekan. Demak, tezlanishning eng katta qiymati bu a ko'paytirilgan omegalarga teng bo'lar ekan. Demak, a nolevой teng a omega kvadrat. Demak, a deganimiz 2 cm, 2 ko'paytirilgan 10⁻²si omega kvadrat deganimiz esa omegamiz o'zi 2,5 pi ga teng, omeganing kvadrati esa 6,125 pi kvadratga teng bo'lar ekan. Demak, ko'paytirilgan 6,125 pi kvadratimiz esa 10 ga teng. Demak, buni hisoblasak 1,125 metr taqsim sekund kvadratga teng bo'lar ekan. Ya'ni a0 teng 1,125 metr taqsim sekund kvadrat. Xo'p, keyingi masalamiz 12-misol. 2 mol, ya'ni nu teng 2 mol S3H8 buning molyar massasi, ya'ni bu propan molyar massasi 44 gram taqsim molga teng. Massasini aniqlang degan. Demak, nu barobar m taqsim molyar massa. Demak, m ni topsak, nu ko'paytirilgan mu. Demak, bu 88 gramga teng bo'lar ekan. Xo'sh, keyingi masalamiz. Yupiter atmosferasi asosan geliy gazdan iborat. Uning bosimi 100 kilopascal, zichligi esa 1,3 kg taqsim metr kubga teng. Uning temperaturasini aniqlang degan ekan. Demak, bosimi P barobar 10⁵ pascal,
zichligi rho barobar 1,3 kilogramm taqsim metr kub. Geliy gazning molekyular massasi 4 gram taqsim mol. Temperaturani topish kerak tini. Xo'sh, Mendeleyev Klaperon tenglamasi. PV teng m taqsim mu rt desak va hajmni mana bu tomonga kasr qilib o'tkazyorsak, demak P barobar bo'lar ekan rho rt taqsim mu ga. Demak tini topsak T teng P mu taqsim rho r. Demak P deganimiz 10^5, mu deganimiz 4 ko'paytirilgan 10^-3, rho 1,3 ga teng, r'imiz esa 8,3 ga teng. Demak bundan T chiqarkan 37 kelvinga. Demak javobimiz 37 kelvin. Xo'sh, keyingi masalamiz 14-masala. Ya'ni xona o'lchamlari V teng 3 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 5 buni hisoblasak 60 metr kubga teng ekan. Xonaning nisbiy namligi, ya'ni fi barobar 50%. Xona harorati 20 gradus Selsiga teng. Xonadagi suv bug'ning massasini aniqlang degan ekan. Demak 20 gradus Selsiyda to'yingan bug'ning zichligi berilgan, ya'ni rho 0 berilgan ekan. 17,2 gram taqsim metr kubga teng. Demak biz topishimiz kerak massani. Xo'p, fi deganimiz, nisbiy namlik deganimiz bu teng bo'ladi. Rho taqsim rho nolyovoy ko'paytirilgan 100%. Demak, rho deganimiz bu m taqsim v desak va shu yerdan m ni topsak, m teng bo'ladi rho nolyovoy v ko'paytirilgan fi taqsim 100%. Demak, m barobar rho nolyovoyimiz 17,2 gram taqsim metr kub. Xo'p, gram taqsim metr kubda turaversin. Javob gramda chiqadi. Ko'paytirilgan 60 ko'paytirilgan 50 taqsim 100. Demak 30 ni 17,2 ga ko'paytirsak 516 gramga teng bo'lar ekan. Demak javobimiz 516 gram. Xo'sh, keyingi masalamiz 15-masala. Yunk moduli 200 gigapascal, ya'ni Y barobar 200 gigapascal bo'lgan qattiq jismning mexanik kuchlanishi, ya'ni sigma barobar 120 megapascal ga teng. Nisbiy uzayishni aniqlang degan ekan. Demak nisbiy uzayishimiz epsilon. Xo'sh, bu sigmani formulaga yoyamiz. Ya'ni sigma barobar F taqsim S desak, F deganimiz bu qanaqa kuch bu? Elastiklik kuchi. Elastiklik kuchi formulasi K ko'paytirilgan delta L taqsim S. K ni ham yoysak, ya'ni K deganimiz bu YS taqsim L ga teng. Demak, S qisqaradi. Demak, sigma teng bo'lar ekan Y ko'paytirilgan delta L taqsim L. Xo'sh, epsilon deganimiz bu delta L taqsim L ko'paytirilgan 100% ga teng. Demak, bu yerdan delta L taqsim L ni topib, yuqoridagi formulaga borib qo'ysak, delta L taqsim L imiz teng bo'ladi. Epsilon taqsim 100% olib qo'ysak yuqoriga, demak, Y ko'paytirilgan epsilon taqsim 100% ga teng bo'lar ekan. Demak, epsilon topsak endi epsilon barobar sigma taqsim Y ko'paytirilgan 100%. Demak, Y barobar sigmamiz 120 ko'paytirilgan 10^6 Y bo'lsa 200 ko'paytirilgan 10^9 ko'paytirilgan 100%. Demak, 1 dan qisqartsak va men buni bu yoqqa olib kelsak 10^8 va ostida 10^1 o'zi qolar ekan. Demak, bu 0,106 ga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz 0,106. A javob. Xo'sh, keyingi masalamiz 16-masala. Modda miqdori nu barobar 5 mol bo'lgan bir atomli gaz P teng KV qonuniyat bilan kengaymoqda. Agar temperatura 40 kelvinga ortgan bo'lsa, ya'ni delta T teng 40 kelvin. Gaz olgan issiq miqdorini aniqlang. K o'zgarmas son degan ekan. Ya'ni K konstanta deb qo'yamiz. Gaz olgan issiq miqdori, ya'ni Q ni so'ragan ekan.
Xo'sh, Q deganimiz bu delta U qo'shilgan ishga teng, A ga teng. Xo'p, biz birinchi delta U nimaga tengligini yozamiz. Demak, delta U miz teng bo'ladi bu bir atomli gaz bo'lgani uchun 3/2 UR delta T ga teng bo'lar ekan. Endi A nimaga teng? A deganimiz bu P delta V deymiz. Xo'sh, endi delta V ni topishimiz kerak. Bu ishimizni topishimiz kerak. Mendeleyev Klapen teoriyasini yozaman. Ya'ni yo'q, buni P delta V demayman. Xo'sh, A ni Xo'p, endi ishni esa dA barobar PdV deyishim kerak. Xo'sh, endi bundan A ni topsak, A teng bo'ladi integral PdV ga. Xo'sh, P ni o'rniga K ni qo'ysak, KVdV desak va buni integrallasak V bo'yicha, demak A teng KV kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Endi chegara qo'yishimiz kerak. Chegara V1 dan V2 ga qadar bo'ladi. Demak, bu K taqsim 2 ni chiqarib yuborsak, V2 ning kvadrati olingan V1 ning kvadratiga teng bo'lar ekan. Xo'p, A shunga teng bo'ldi. Endi men Mendeleyev Klapen tenglamasini yozaman. Ya'ni P1 V1 barobar nu R T1, P2 V2 barobar nu R T2 deyman. Endi P1 ni o'rniga K V1 ni qo'yaman. Ya'ni K V1 ning kvadrati bo'ladi. K V1 ning kvadrati teng nu R T1. P2 ni o'rniga esa K V2 ni qo'ysam, K V2 ning kvadrati teng bo'ladi nu R T2 ga. Endi ostidan ustini ayiraman. Demak, K V2 ning kvadrati olingan K V1 ning kvadrati teng nu R T2 minus T1 ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, bundan K ni chiqarib yuborsam, K V2 ning kvadrati minus V1 ning kvadrati teng nu R delta T desam bo'lar ekan. Xo'p, menga kerak o'zi mana bu 2 ga bo'lingani kerak. Demak, mana bu tarafni ham 2 ga bo'lib yuboraman. Demak, bu menga ishni bersa, A barobar bo'lar ekan nu R delta T taqsim 2 ga. Xo'p, endi Q ni topaman. Demak, Q deganim teng bu delta U qo'shilgan A. Delta U miz 3/2 nu R delta T ga teng bo'ldi. Ishimiz esa nu R delta T bo'lingan 2. Demak, bu 2 nu R delta T ni berar ekan. Demak, o'rniga qo'yib hisoblasak, 2 ko'paytirilgan nu miz 5 mol, R 8,131, delta T esa 40 kelvinga teng ekan. Demak, buni hisoblasak 3324 joulga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz 3324 D javob ekan. Xo'p, keyingisi 17-chi. 17 da aytilgan bir jins elektr maydoni 2 nuqtasi orasida kuchlanganligi, ya'ni E barobar 120 volt taqsim metrga nuqtalar orasidagi masofa, ya'ni nuqtalar orasidagi masofa deganimiz buni D deb olsak, D barobar 5 cm ga teng. Nuqtalar orasidagi potensial farqini aniqlang. Ya'ni potensiallar farqi bizga kuchlanishni beradi, U ni. Demak, E teng U taqsim D desak, U teng bo'lar ekan E ko'paytirilgan D. Demak, E deganimiz 120, D deganimiz esa 5 ko'paytirilgan 10⁻². Demak, bundan U teng bo'lar ekan 6 voltga. Demak, javobimiz 6 volt. Ya'ni bu S javob bo'lishi kerak edi. 6 volt. Xo'p, keyingisi 18-misol. 18da aytilgan zaryadi Q bo'lgan sharning radiusi R ga teng. Uning sirt energiyasini hisoblang. Demak, sharning energiyasi, ya'ni shar sfera shar kondensator desak, uning energiyasi Q kvadrat taqsim 2 ga teng bo'ladi. Xo'sh, S deganimiz nimaga teng? Shar tarzli kondensatorning sig'imi bu 4pi epsilon nolevой R ga teng. Demak, S ni o'rniga olib borib qo'yadigan bo'lsak, Q kvadrat taqsim 2 ko'paytirilgan 4pi epsilon nolevой R ni beradi.
Xo'sh, 1 taqsim 4 pi epsilon nolivойimiz bu k ga teng. Endi o'rniga qo'ysak, energiyamiz teng bo'ladi. K q kvadrat taqsim 2r ga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz k q kvadrat taqsim 2r. A javob. Xo'sh, keyingi misol 19-misol, ya'ni sirt energiyasi 8,1 millijoul bo'lgan sharning radiusi 5 cm ga teng. Uning sirt zichligini aniqlang degan. Demak, bu yerda pi kvadratni 10 deb emas, pi barobar 3 deb oling degan ekan asl misolda. Xo'p, endi avvalgi misol bo'yicha energiyani topsak, bu energiyamiz k q kvadrat taqsim 2r ga teng ekan. Demak, energiya barobar k q kvadrat taqsim 2r. Shu yerdan bizlar q ni topishimiz kerak, ya'ni q barobar ildiz ostida 2wr taqsim k. Endi siz zichligimiz esa sigma barobar q taqsim s ga teng. S'imiz esa bu 4 pi r kvadratga teng bo'ladi. Demak, buni hisoblasak, sigma barobar bo'lar ekan 10 mikrokulon taqsim metr kvadratga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz D. Xo'sh, keyingi misol 20-misol. O'tkazgich qismidagi tok kuchi I barobar 5 t. Qonuniyat bo'yicha o'zgarayotgan bo'lsa, 4 sekund undan qancha zaryad oqib o'tadi degan ekan. Demak, q ni topishimiz kerak. Qarang. I barobar 5 t degan ekan. Demak, bu doimiy tok emas, bu o'zgaruvchan tok. O'zgaruvchan tok uchun formulamiz mana bunaqa bo'ladi. I barobar dq taqsim dt. Demak, dq ni topsak, dq teng I dt. Demak, q ni topadigan bo'lsak, q barobar I dt. Ya'ni I ni tenglamasidan t bo'yicha bir marta integrallash kerak ekan. Demak, q barobar 5 t kvadrat ko'paytirilgan 2 dan 1 bo'lar ekan. Demak, o'rniga qo'ysak 5 ko'paytirilgan 4 ning kvadrati 16 ko'paytirilgan 2 dan 1. Demak, bu q barobar, ya'ni q teng bo'lar ekan 40 kulonga. Demak, javobimiz 40 kulon. Xo'p, keyingi masala 21-masala. Rheostat surgichi pastga surilganda ideal ampermetrning ko'rsatkichi qanday o'zgaradi degan ekan. Demak, ichki qarshiligi, manbaning ichki qarshiligi 0 ga teng deb belgilangan ekan. Demak, dastlabki birinchi rasmdagi dastlabki tok kuchi I1 teng bo'ladi epsilon taqsim, mana buni qarshiligini R desak, mana buni R1 desak, mana buni R2 desak, epsilon taqsim, mana bu ikkalasi parallellangan. Demak, parallellansa R umumini topsak, bu R1 taqsim R plus R1 ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, endi surgichni pastga tushirsak, nima o'zgaradi? Mana buni deb pastga tushirsak, mana bunaqa bo'ladi. Avval R1 deganimiz barobar edi rho L1 taqsim S desam, R1 shtrix teng deyman, ya'ni pastga tushirgandan keyingi qarshiligi bu rho L1 shtrix taqsim S. Endi qarang, L1 shtrix L1 dan kichik bo'ladi. Ya'ni bu o'zi plus tomondan chiqadi, mana tok keladi. Demak, ostidan o'tib ketadi va ya'ni uzunligi kamroq bo'lgan yerdan o'tsa, demak qarshiligi ham kamroq bo'ladi. Ya'ni rho L taqsim S formuladan. Demak, R1 shtriximiz R1 dan kichik bo'ladi. Endi I1 shtrix deganimiz bu teng bo'ladi epsilon taqsim R1 shtrix taqsim R plus R1 shtrix desak, mana bu umumiy qarshilik ikkinchi holda kamayib qolar ekan. Demak, ikkinchi holda kamayib qolsa, tok kuchi esa ortadi. Ya'ni demak, birinchi javob I1 ortar ekan. Ya'ni I1 ortadi. Xo'sh, ikkinchi rasmdachi? Ikkinchi rasmda esa bu pastga surilgani bilan mana bu ampermetr, mana bu R qarshisidagi tokni o'lchaydi. Demak, bu ketma-ket ulangani uchun R qarshisidagi tok kuchini o'lchaydi. Demak, buning ko'rsatadigan, ya'ni ampermetr ko'rsatishi o'zgarmay qolar ekan. Demak, javobimiz I1 ortadi, 2 esa o'zgarmaydi. Ya'ni D javob bo'lar ekan. Xo'sh, keyingi masala 22-masala. Grafikda metal o'tkazgich qarshilik temperaturasiga bog'lanishi tasvirlangan. Qarshilikning termik koeffitsiyentini toping degan ekan.
Demak, metallarda qarshilik harorat ortishi bilan ortadi. Ya'ni R teng R nolевой 1 plus alfa delta T deymiz. Demak, R deganimiz bu oxirgi qarshilik 3 taqsim 2 R0 teng R0 1 plus alfa ko'paytirilgan delta T endi 500 ga teng bo'ladi. Xo'sh, R0lar qisqaradi. Birni mana bu chap tomonga minus qilib o'tkazib yuborsak 1 taqsim 2 teng alfa ko'paytirilgan 500. Demak, alfa teng bo'ladi 1 bo'lingan 1000 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni 0,1000 Kelvinning minus 1 darajasiga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz mana bu variant, ya'ni S bo'lishi kerak edi. Xo'sh, keyingi masala 23-masala. Fazoning bir nuqtasida janubga tomon 0,3 Tesla, g'arbga 0,9 Tesla va sharqqa 0,5 Tesla magnit induksiya hosil bo'lmoqda. Shu nuqtadagi natijaviy induksiyani aniqlang degan ekan. Demak, fazoning qandaydir nuqtasi bor ekan. Mana bu nuqta deb olaylik. Janubga tomon 0,3 Tesla deyilmoqda. Ya'ni janub deganimiz pastga tomon 0,3 Tesla. G'arbga 0,9 Tesla. Demak, g'arbga desa, mana bu tomonga bo'ladi. 0,9 Tesla. Va sharqqa 0,15 Tesla. Ya'ni o'ng tomonga esa 0,15 Tesla ekan. Xo'sh, endi natijaviy induksiyani topishimiz kerak. Demak, g'arbdagi bilan sharqdagi induksiyalar olinib ketadi. Chunki magnitmanda induksiyasi bu vektor kattalik. Demak, olib tashlasak, qarama-qarshi bo'lgani uchun olib ketadi. 0,14 Tesla bo'lib qoladi. Ya'ni x tomonda, ya'ni bx desam bo'ladi. Bu 0,14 Tesla. by ni esa 0,13 Tesla deyman va bu natijaviyimiz esa ilzosida bx ning kvadrati qo'shilgan by ning kvadratiga teng ekan. Demak, bu 0,15 Tesla ga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz 0,15 Tesla. Xo'sh, keyingi masalamiz 24-masala. O'zgarmas tok manbaiga ideal induktiv g'altak ulangan. Bunda 4L1 teng 3L2 ga teng. Birinchi g'altakdagi magnit oqim, ya'ni F1 teng 72 mV ga teng bo'lsa, ikkinchi g'altakdagi magnit oqimni toping degan ekan. G'altaklarning aktiv qarshiligini inobatga olmang. Demak, F2 ni topishimiz kerak. Xo'sh, mana bu 4R bilan 3R parallel ulangan. Demak, parallel ulansa kuchlanishlar teng bo'ladi. Demak, U1 teng U2 desak va bu yerdan U deganimiz bu tok kuchi ko'paytirilgan qarshilik, ya'ni E1 ko'paytirilgan R1 teng E2 ko'paytirilgan R2 desak, E1imiz turaversin, E1 ko'paytirilgan R1 dan o'rniga 4R ni qo'yamiz, R2 ni o'rniga esa 3R ni qo'yamiz. Demak, R'lar qisqaradi. 4E1 teng bo'lar ekan 3E2 ga. Xo'sh, endi F1imiz nimaga teng bo'ladi? F1 deganimiz bu L1 ko'paytirilgan E1, F2 esa L2 ko'paytirilgan E2. Demak, F2 L2 ni topsak mana bu yerdan bu 4L1 bo'lingan 3 ga teng. E2 ni topsak mana bu yerdan 4E1 bo'lingan 3 ga teng bo'lar ekan. Demak, bu 16 L1 E1 taqsim 9 ga teng bo'lar ekan, ya'ni F2miz. Xo'p, F2 ga teng bo'ladi. 16 taqsim 9 L1 E1imiz esa bu F1 ga teng, ya'ni F1 ning ma'nosi, ya'ni 72 ga teng, qiymati 72 mV ga teng. Demak, qisqartsak 16 ko'paytirilgan 8 bu 128 mV ga teng bo'ladi ekan. Demak, javobimiz 128 mV. Xo'sh, keyingi masalamiz 25-masala. Induktiv g'altak orqali I teng 15 amper tok o'tmoqda. G'altakning magnit oqimi F teng 6 V1 ga teng. G'altakda hosil bo'lgan magnit maydon energiyasini aniqlang. Demak, g'altakning magnit maydon energiyasi bu L kvadrat taqsim 2 yoki Fi taqsim 2 yoki F kvadrat taqsim 2L ga teng. Demak, Fi taqsim 2 ga qo'ysak 6 ko'paytirilgan 15 taqsim 2. Demak, bu 45 joulga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz 45 joul. Xo'p, keyingi masalamiz 26-masala.
Sig'imi issiq bo'lgan kondensator dastlab Q0 zaryadgacha zaryadlandi va manbadan uzilib induktiv g'altakka ulandi. Natijada tebranish konturi hosil bo'ldi. Kondensatordagi zaryad 2 Q0 taqsim 3 bo'lgan paytda g'altakdagi mayt-maydon energiyasini toping degan. Demak, boshida faqatgina kondensator bor edi va kondensatorning energiyasi bu to'liq energiyaga teng bo'ladi, ya'ni kondensatorning dastlabki energiyasi. Dastlabki energiyasi bu Q0 kvadrat taqsim 2s desak, bu barobar keyingi kondensator energiyasi, ya'ni keyingi zaryad Q kvadrat taqsim 2s deymiz, plus g'altakdagi mayt-maydon energiyasi, ya'ni UL deb qo'ysak bo'ladi, WL deb qo'ysak bo'lar ekan. Demak, keyingi zaryadimiz bu 2 Q0 taqsim 3 ni o'rniga qo'ysak, ya'ni buni o'rniga qo'yamiz va minus qilib o'tkazib yuboramiz. Demak, 4 Q0 ning kvadrati taqsim 18 s ga teng bo'lar ekan. Demak, bu WL ga teng. Demak, umumiy makhraj 18 s dan teng bo'ladi. Bunga 9 dan bersak, 9 olingan 4 bu 5 ga teng. Demak, magnit-maydon energiyasi 5 Q0 kvadrat taqsim 18 s ga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz A. Xo'sh, keyingi masala 27-masala. Fokus masofasi 20 cm bo'lgan linzada, ya'ni F teng 20 cm bo'lgan linzada buyumning 4 taqsim 3 marta kattalashgan mavhum tasviri hosil bo'ldi. Ya'ni K teng 4 taqsim 3. Buyum bilan tasvir orasidagi masofani aniqlang degan ekan. Demak, buyum bilan tasvir orasidagi masofa desa, bizlar F olingan dini topishimiz kerak. Nimaga? Chunki bu yig'uvchi linza ekan. Mana fokus masofa 20 cm degan ekan. 20 cm, ya'ni plus 20 cm. Demak, bu yig'uvchi linza. Yig'uvchi linzada mavhum tasvir qachon paydo bo'ladi? D kichik f bo'lgan shartda mavhum tasvir paydo bo'ladi va tasvir buyumning chap tomonida qo'yiladi. Endi bizlardan so'ralgan narsa buyum bilan tasvir orasidagi masofa desa, f olinganini topishimiz kerak ekan. Xo'sh, D kichik f shart uchun yig'uvchi linza formulasi 1 taqsim f teng 1 taqsim D minus 1 taqsim f. Endi o'rniga qo'yadigan bo'lsak, yana yo'q, o'rniga qo'ymaymiz. Avval k ni yoyib olamiz. Demak, k deganimiz bu f taqsim d ga teng, ya'ni 4 taqsim 3 teng f taqsim d. Bu yerdan d ni topsak 3f taqsim 4 bo'ladi va o'rniga qo'yamiz, sonra ustiga uni olib qo'yamiz. Ya'ni 1 taqsim 20 teng 3f taqsim 4 minus 1 taqsim f. Demak, 1 bo'lingan 20 3f umumiy makhraj 4 dan 3 ni ayirsak 1 ga teng bo'lar ekan. Demak, f deganimiz bu 20 taqsim 3 ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, endi d nimaga teng bo'ladi? D esa 3f taqsim 4. Demak, 3 ko'paytirilgan 20 taqsim 3 ko'paytirilgan 4 bu 5 ga teng bo'lar ekan. 5 cm. Bu esa 20 taqsim 3 cm. Xo'sh, endi f olinganini topsak 20 taqsim 3 minus 5. Demak, bu 5 taqsim 3 cm ga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz 5 taqsim 3. Xo'p, keyingi masala 28-masala. Lupaning optimal kattalashishi 6 ga teng bo'lsa, uning fokus masofasini toping degan ekan. Demak, lupaning optimal kattalashish formulasi bu k barobar d0 taqsim f plus 1 degan formulasi bor. Demak, d0 deganimiz bu eng yaxshi ko'rish masofasi va bu 25 cm ga teng. Xo'sh, santimetrda so'ralgan, santimetrda turaveradi. Demak, 6 teng 25 taqsim f plus 1. Demak, 25 taqsim f teng 5 ga, unda f teng 5 cm ga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz 5 cm. Xo'p, keyingi masalamiz 29-masala. Ikki zarracha bir xil yo'nalishda, ya'ni v1 teng s taqsim 2, v2 teng 2s taqsim 5 tezlikda harakatlanmoqda. Ularning nisbiy tezligini aniqlang. Demak, nisbiy tezlik topishimiz kerak. Bir xil yo'nalishda bo'lsa, v nisbiy teng bo'ladi
V1 minus V2 taqsim 1 minus V1 V2 taqsim S kvadrat. Demak, o'rniga qo'yamiz. Ya'ni S taqsim 2 olingan 2S taqsim 5. 1 minus S taqsim 2 ko'paytirilgan 2S taqsim 5 taqsim S kvadrat. Demak, S'lar qisqaradi. Demak, V nisbiy teng bo'lar ekan S taqsim 8 ga. Demak, javobimiz S taqsim 8. Xo'p, keyingi masala 30-masala. Metal uchun qizil chegara lambaga teng. Ya'ni lambada qizil teng lambada. Metal sirtga to'lqin uzunligi 3 lambada taqsim 5 fotonlar oqimi tushmoqda. Ya'ni 3 lambada taqsim 5 tushayotgan to'lqin uzunligida bu. Sirtdan chiqayotgan fotoelektronning maksimal kengligini toping degan ekan. Demak, kenglik topishimiz kerak. Demak, fotoeffekt uchun Einstein qonunini yozsak, ya'ni Hs taqsim lambda barobar Hs taqsim lambda qizil qo'shilgan Y kinetik. Mana bu Hs taqsim lambda qizil deganimiz bu bizga chiqish ishini beradi. Hs taqsim lambda esa bu tushayotgan energiya. Demak, mana bu chiqish ishini chap tomonga minus qilib o'tkazib yuborsak va o'rniga qo'yib chiqsak, ya'ni bu tushayotgan to'lqin uzunligi bu 3 lambda taqsim 5 ga teng olingan Hs taqsim lambda. Demak, bu Y kinetikka teng bo'lar ekan. Demak, Y kinetik teng hisoblasak 3 lambda bo'ladi. Xo'sh, bu 2 Hs, ya'ni 2 Hs taqsim 3 lambda teng bo'lar ekan. Ya'ni B javob. Xo'sh, keyingi masalamiz 31-masala. Moddaning ikkinchi statsionar orbitasidagi elektronning to'la energiyasi, ya'ni ikkinchi holatdagi to'la energiyasi bu -8 elektron voltga teng bo'lsa, elektronning 5-sathdagi kinetik energiyasini toping degan ekan. Demak, kinetik topish kerak 5-sathdagini. Demak, o'zi Yn barobar edi Y1 taqsim n kvadrat. Ya'ni qandaydir xohlagan orbitadagi energiyani topadigan bo'lsak, birinchi orbitadagi energiyani o'sha orbitaning sonining kvadratiga bo'lish kerak edi. Xo'sh, endi Y2 bo'ladigan bo'lsa, bu Y2 teng bo'ladi. Shunda Y1 taqsim 4. Demak, Y1 ni topsak, bu 4 Y2 ga teng bo'lar ekan. Demak, bu -32 elektron voltga teng ekan. Xo'sh, endi Y deganimiz o'zi, ya'ni to'liq energiya deganimiz bu -Y kinetikka teng bo'ladi. Buni hozir keltirib chiqarmayman. Xo'sh, endi Y5 ni topadigan bo'lsak, Y5 deganimiz bu teng bo'ladi Y1 taqsim 25 ga. Xo'sh, Y1 deganimiz bu -32 elektron volt taqsim 25. Endi Y kinetik 5 deganimiz bu -Y5 ga teng bo'ladi. Ya'ni 32 elektron volt taqsim 25. Buni hisoblasak, bu 1,128 elektron voltga teng bo'lar ekan. Ya'ni javobimiz A bo'lar ekan. Xo'sh, keyingisi 32-chi. Atom reaktorida neytronlarning ko'payish koeffitsiyenti 1,2 bo'lsa, nima sodir bo'ladi? Ya'ni K 1,12 ga teng bo'lsa, nima sodir bo'ladi? O'zi ko'payish koeffitsiyenti K deganimiz bor. U K 1 dan kichik bo'lsa, reaksiya so'nadi. Agar K 1 ga teng bo'lsa, stabil davom etadi. Agar K 1 dan katta bo'lsa, bu portlaydi reaktorimiz. Demak, javobimiz portlaydi. Xo'sh, keyingi masalamiz moslashtirish, ya'ni 30-35 topshiriqlar. AF javoblarini moslashtirishimiz kerak. Demak, xo'p, ikkita teng radiusli sharchalarning, ya'ni R1 teng R2 deymiz. Sharchalarning energiyalari mos ravishda, ya'ni birinchining energiyasi 6/10 millijoule va ikkinchisiniki esa 3/6 millijoulga teng ekan. Ular ingichka sim bilan tutlashtirildi. Ikkinchi sharchaning tekkizilgandan keyingi energiyasini toping deyapti. Demak, W1 ni topishimiz kerak. Xo'sh, ikkita bir xil shar bor ekan. Endi sharning
shar sirtin energiyasi nimaga teng edi o'zi degan masalani qo'yaman. Demak, bu boya 18-misolda bor edi, ya'ni shar energiyasi bu teng bo'lardi k q kvadrat taqsim 2r ga. Bu yerdan q ni topsak, q barobar bo'ladi ildiz ostida 2wr taqsim k ga. Xo'p, endi sim bilan tutashtirilgandan keyin nima bo'ladi? Zaryadi kattasidan kichigiga zaryad oqadi. Ya'ni potensiali kattasidan potensiali kichigiga qaray zaryad oqadi. Qachongacha zaryad oqadi? Potensiallar tenglashaman degancha. Xo'sh, birinchining energiyasi katta bo'lsa, birinchisidan ikkinchisiga tomon zaryad o'tar ekan. Va zaryadlar tenglashgandan keyin, o'zi radiuslar teng bo'lgandan keyin zaryadlar ham teng bo'ladi. Zaryad teng bo'lgandan keyin esa zaryad oqmay qoladi birinchisidan ikkinchisiga. Demak, keyingi zaryadni topadigan bo'lsak, q1 shtrix bu teng bo'ladi q2 shtrixga, ya'ni sim bilan tutashtirilgandan keyingi zaryadlar bu barobar bo'ladi q1 qo'shilgan q2 taqsim 2 ga. Demak, q1 ni topamiz. q1 ni topishimiz shart ekan. Yo'q, topmasak ham bo'lar ekan. Ya'ni o'rniga qo'yib chiqamiz. Ya'ni buni q1 taqsim 2 qo'shilgan q2 taqsim 2 deyman va q1 ni ildiz ostida 2w1r taqsim k qo'shilgan ildiz ostida 2w2r taqsim k deyman va bir xil narsalarni tashqariga chiqaraman ildizdan. Xo'p, 2r taqsim k chiqib ketadi. Ya'ni oldida 1 taqsim 2 bor edi. Demak, 1 taqsim 2 ildizdan 2r taqsim k chiqadi va ichida qoladi ildizda birinchi energiya qo'shilgan ildizda ikkinchi energiya. Xo'sh, bundan q1 shtrix teng q2 shtrixga bu teng bo'ladi. Xo'p, mana bunga teng bo'lar ekan. Endi buni hisoblab o'tirish shart emas, ya'ni to'g'ridan to'g'ri o'rniga qo'yamiz. Ya'ni birinchisining tekislikning energiyasi, ya'ni w1 shtrix teng bo'ladi bu k q1 shtrixni kvadrati taqsim 2r ga. Demak, q1 shtrix deganimiz q1 shtrixning kvadrati topadigan bo'lsak, bu q1 shtrix bor bizlarda, ya'ni 1 taqsim 2 ildiz ostida 2r taqsim k ko'paytirilgan ildiz ostida w1 ildiz ostida w2. Shuning kvadrati bo'lar ekan. Demak, w1 shtrix deganimiz teng bo'ladi k taqsim 2r. Mana buni kvadratga ko'taradigan bo'lsak, bu 1 taqsim 4 2r taqsim k. Xo'sh, ildiz ostida w1 qo'shilgan ildiz ostida w2, o'shaning kvadrati bo'lar ekan. Demak, 2rlar qisqaradi, klar qisqaradi. Demak, w1 shtrix teng bo'ladi 1 taqsim 4 ildiz ostida w1 qo'shilgan ildiz ostida w2 ni kvadrati. Demak, o'rniga qo'yib chiqamiz. 1 taqsim 4 w1imiz 6,4 millijoulga teng. Buni men 64 ko'paytirib 10-4 desam bo'ladi. Qo'shilgan ildiz ostida 36 10-4 desam bo'ladi, o'shaning kvadrati. Demak, bundan w1 shtrix bu teng bo'ladi. Bu 64 dan 8 chiqadi, 36 dan 6 chiqadi. Demak, 14 taqsim 6 8 14 ning kvadrati bo'ladi. 14 ning kvadrati 196, 196 dan 4 ga bo'lsak, xo'p, nimaga teng bo'ladi bu? 4,19 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni 4,19 millijoulga teng bo'lar ekan. Demak, bu 33 javobi. Endi 34 javobi nimaga teng bo'ladi? 34 da nima so'ragan? Birinchi sharchaning energiyasi qanchaga o'zgargan? Xo'sh, mana bu yerda biz ikkinchi sharning energiyasi so'ragan ekan. Demak, ikkinchi sharning energiyasi ham birinchi sharning tekisligidan keyin energiyasi teng bo'lib qoladi. Ya'ni omega w1 shtrix teng w2 shtrixga. Xo'sh, endi 34 da so'ralgan ekan, birinchi sharchaning energiyasi qanchaga o'zgargan? Demak, qanchaga o'zgargan desa, delta w1 teng deymiz. w1 olingan w1 shtrix. Demak, 6,4 dan 4,9 ni ayirsak 1,5 millijoulga teng bo'lar ekan. Ya'ni 1,5 millijoulga o'zgargan ekan. 35 cha esa qancha issiqlik ajralib chiqdi desa,
demak Q barobar deymiz. Dastlabki to'liq energiyadan keyingi to'liq energiyani olib tashlaymiz. Demak, dastlabki to'liq energiyamiz bu 6.4 qo'shilgan 3.6 millijoule olingan. Keyingi to'liq energiyamiz esa 4.9 qo'shilgan 4.9, ya'ni tekkizilgandan keyin energiyalar tenglashib qoladi. Buni hisoblasak, bu 0.2 millijoulga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz 33-javob 4.9 millijoule, 34niki esa 1.15 millijoule, 35niki esa 0.2 millijoulga teng bo'lar ekan. Xo'p, keyingi misolga keldik. 36-misol. Massalari 4 kg bo'lgan ikki bursoq rasmda ko'rsatilgandek arqon yordamida mahkamlanib, F teng 60 newton kuch bilan tortib ketilmoqda. Bursoqlar vosita orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti 0.15 ga teng. Harakat davomida burchak o'zgarmaydi degan ekan. Arqonning tanang kuchini toping. A shartida, B shartida esa jismlarning tezlanishini aniqlang degan ekan. Xo'sh, bu yerda ip 45 gradus burchak ostida yo'naltirilgan ekan. Birinchi bursoq bilan ikkinchi bursoq. Endi qanaqa kuchlar bor bu yerda? Demak, birinchi jism uchun mg og'irlik kuchi bor, pastga tomon, yuqoriga tomon n1 reaksiya kuchi bor. Endi mana bu yerda bu tarang kuchi ham bor. Ya'ni tarang kuchining ikkita proyeksiyasi bor. Ya'ni bu tomonga tomon tx, yuqoriga tomon esa pastga tomon esa ty bo'ladi. Chunki birinchi jism uchun t pastga tomon yo'nalgan, demak pastga tomon ty. Xo'sh, endi ikkinchi jism uchun mg og'irlik kuchi pastga, n2 og'irlik kuchi n2 reaksiya kuchi yuqoriga, ty ya'ni taranglikning y proyeksiyasi yuqoriga, x proyeksiyasi esa o'ng tomonga yo'nalgan ekan. Xo'sh, endi ishqalanish kuchlari ham bor. Ishqalanish kuchi mana bu uchun birinchi jism uchun chap tomonga F ishqalanish 1, ikkinchi jism uchun ham chap tomonga bo'ladi. Chunki o'ng tomonga harakatlanayotgan bo'lsa, bu F ishqalanish 2. Xo'p, men bu yerga ty va tx ning qiymatlarini yozib chiqaman. Ty bu nimaga teng bo'ladi? Burchakning sinusiga teng, ya'ni t ko'paytirilgan sinus alfa desam, tx esa t ko'paytirilgan kosinus alfa deb qo'yaman. Xo'sh, endi birinchi men tezlanishni topib olay. Ya'ni x o'qi bo'lib tezlanish bilan harakatlanmoqda. Ya'ni x o'qidagi kuchlarni yozaman. Ya'ni x o'qidagi kuchlarning natijavisi bu m ga teng bo'lishi kerak. Demak, F olingan, F ishqalanish 1 olingan, F ishqalanish 2 teng bo'ladi. Ikkita m ga teng bo'lar ekan. Chunki ikkita m masalan jism harakatlanyapti. Xo'sh, F olingan, F ishqalanish 1imiz bu mu n1 ga teng, F ishqalanish 2 esa mu n2 ga teng 2m ga. Endi F olingan mu n1 deganimiz nimaga teng bo'ladi? Xo'sh, endi y o'qi bo'yicha hech qanday harakat yo'q. Demak, y o'qidagi kuchlarning natijavisi 0 ga teng bo'lishi kerak birinchi jism uchun. Ya'ni n1 teng bo'ladi mg qo'shilgan ty'imiz esa t sinus alfa ga teng. Demak, mg qo'shilgan t sinus alfa olingan, mu ko'paytirilgan n2 ni topamiz. Xo'sh, endi ikkinchi jism uchun ham y o'qi bo'yicha hech qanday harakat yo'q. Demak, y o'qidagi kuchlarning natijavisi 0 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni n2 qo'shilgan ty, ya'ni t sinus alfamiz teng bo'ladi mg ga. Demak, n2 teng bo'ladi mg olingan t sinus alfa ga. Demak, o'rniga qo'ysak mg olingan t sinus alfa teng bo'ladi 2m ga. Demak, F olingan mu mg olingan mu t sinus alfa olingan mu mg qo'shilgan mu t sinus alfa teng 2m ga. Demak, mu t sinus alfalar qisqaradi. F olingan 2 mu mg teng 2m ga. Demak, ani topsak, F olingan 2 mu mg taqsim 2m. Demak, F degan kuchimiz berilgan bizda
60 ga teng ekan. 60 olingan 2 ko'paytirilgan mu mg. Mu 0.5 ga teng, mg esa 40 ga teng. Taqsim 2m. Ya'ni 8 ga teng bo'ladi. Demak, buni hisoblasak 20 taqsim 8 bu 2,5 ga teng bo'lar ekan. Demak, tezlanishimiz 2,5 metr taqsim sekund kvadrat. Demak, tezlanishni topdik mana 2,5. Xo'sh, endi taranlik kuchini topishimiz kerak. Qarang, ikkinchi jism o'ng tomonga a tezlanishga harakat qiladi deymiz va ikkinchi jism uchun natijaviy kuchni m ga tenglashtiraman. Demak, natijaviy kuchim nimaga teng bo'ladi? Bu tx olingan f ishqalanishi 2 teng m ga. Ya'ni tx olingan f ishqalanish 2 teng m. Demak, tx degan bu t kosinus alfa, olingan f ishqalanish 2 degani bu mana bu yerda topganim bor mu n2, ya'ni mu mj minus t sinus alfa teng m ga. Xo'p, endi o'sha yerdan men t ni topishim kerak. Demak, t kosinus alfa olingan mu mg ni qavsni ochaman va qiymatlarni yozib hisoblayman. 0.5 ko'paytirilgan mg 40 bo'ladi. Qo'shilgan 0.15 t sinus alfa teng massa 4, tezlanish 2,5, demak 10 ga teng bo'lar ekan. Demak, t kosinus alfa qo'shilgan 0.15 t sinus alfa teng bo'ladi 30 ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, endi t kosinus alfa deganimiz bu t ko'paytirilgan 1 taqsim ildizda 2 qo'shilgan bu 1 taqsim 2 t 1 taqsim ildiz ostida 2 teng 30 ga. Demak, umumiy maxraj 2 ildiz 2 dan bo'ladi. Ustiga bundan 2 dan bersak bu 3 t bo'lar ekan teng 30 ga. Demak, 3 bilan 30 qisqarsa 10. Demak, t teng bo'lar ekan 20 ildiz ostida 2 ga teng bo'lar ekan newtonga. Mana t ni ham topdik. Ya'ni 20 ildiz ostida 2. Xo'p, keyingi masalamiz 37-masala. Ya'ni massasi 0.15 kg bo'lgan jism yuqoriga tik uloqtirildi. Jism qayta tushguncha 3 sekund vaqt ketdi, ya'ni t teng 3 sekund. Parvoz davomidagi havoning qarshiligi doimiy va 3 newtonga teng. Doimiy va 3 newtonga teng bo'lgan. Ya'ni f qarshilik teng 3 newton. Jismning boshlanish tezligini toping degan ekan. Xo'p, topishimiz kerak v nolvoyni va ko'tarilish balandligini, ya'ni h ni topishimiz kerak. Xo'sh, birinchi chizmasini chizib olamiz. Demak, bu gorizont. Yuqoriga tomon qandaydir v0 boshlanish bilan otiladi va ko'tariladi, undan keyin esa qaytib tushadi. Qarang, endi qanday tezlik bilan otilsa, shunaqa tezlik bilan tushmaydi. Kichikroq tezlik bilan tushadi, chunki qarshilik kuchi ta'sir etyapti. Xo'p, mana bu yerda boshlanish vaziyatda mg og'irlik kuchi pastga tomon bo'ladi, yana f qarshilik kuchi esa u ham pastga. Demak, yuqoriga bu a tezlanish bilan ko'tarilishi kerak, ya'ni qandaydir a1 tezlanish bilan yuqoriga ko'tariladi. Demak, mana bu yerda tezligi 0 bo'ladi, undan keyin mana bu yoqqa tomon, ya'ni pastga qarab tushadi. Xo'sh, mana bu yerda yerga urilganda mg og'irlik kuchi pastga bo'ladi yana. F qarshiligicha esa yuqoriga, chunki harakatga qarshi bo'lish kerak. Endi bu pastga tomon a2 tezlanish bilan tushishi kerak. Xo'sh, endi birinchi ko'tarilayotgan vaqt uchun men natijaviy kuchni yozaman. Ya'ni ma1 teng bo'ladi mj qo'shilgan f qarshilik. Endi o'ng tomondagi uchun esa ma2 teng bo'ladi. Endi tushayotgan payt uchun ma2 teng bo'ladi mg olingan f qarshilik. Demak, a1 ni va a2 ni topib olsam bo'lar ekan. Demak, a1 ni topsam bu teng bo'ladi mj qo'shilgan f qarshilik taqsim m. Demak, 5 qo'shilgan 3 taqsim
0,5. Demak bu 16 ga teng bo'lar ekan. A2 esa mg olingan F qarshilik taqsim m. Demak bu 5 olingan 3 taqsim 0,5. Demak bu 4 metr taqsim sekund gradga teng bo'lar ekan. Endi A1 va A2 ni topib oldim. Endi energiya saqlanish qonunini yozaman. Ya'ni dastlabki vaziyatda mv0 kvadrat taqsim 2 degan energiyamiz bu to'liq energiyaga teng bo'ladi va bu to'liq energiya eng yuqoriga chiqqanda potensial energiyasi bor qo'shilgan qarshilik kuchiga qarshi bajarilgan ish bor. Ya'ni F qarshilik ko'paytirilgan H deyman. Va yana menga ikkinchi tenglama kerak bo'ladi. Ya'ni ikkinchi tenglama bu ya'ni vaqt bo'yicha, ya'ni T1 vaqtda ko'tariladi va T2 vaqtda tushadi deyman va bu 3 ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, endi men bu birinchi tenglamani yechsam, massamiz 0,5 ko'paytirilgan V0 ni kvadrati taqsim 2 ga teng bo'ladi. MGH'imiz bu 5H, F qarshilik ko'paytirilgan H'imiz esa bu 3H ga teng. Demak, bundan 0,15 ni 1 taqsim 2 deb V0 kvadrat taqsim 4 desam bo'ladi. Bu 8H ga teng bo'lar ekan. Demak, bundan H ni topsam, H teng bo'ladi V0 kvadrat taqsim 32 bo'lar ekan. V0 kvadrat taqsim 32. Xo'sh, endi mana bu T1 plus T2 teng 3 deganda ishlayman endi. Ya'ni T1 deganim bu ko'tarilish vaqti, ya'ni ko'tarilish vaqti deganimiz T1 teng bo'ladi. Men bu yerga yozib qo'yaman. V0 taqsim A deyman. Chunki A tezlanish bilan ko'tarilyapti va oxirgi tezligi 0 ga teng. Demak, V0 taqsim A. Endi T2 degan tushish vaqti nimaga teng bo'ladi? Bu T2 teng bo'ladi. Bu ildiz ostida 2H taqsim A2 desam bo'ladi. Chunki boshlanish tezligi 0 ga teng. Men bu yerda tezlik 0 va teng 0 deb qo'yaman bu yerga. Xo'sh, endi o'rniga qo'yaman. Ya'ni V0 taqsim A1 qo'shilgan ildiz ostida 2H taqsim A2 bu teng bo'lar ekan 3 ga. Xo'sh, endi H ning o'rniga V0 kvadrat taqsim 32 ni qo'ysam bo'lar ekan. Demak, V0 taqsim A1 deganimiz bor bizda 16 ga teng plus ildiz ostida 2 ko'paytirilgan V0 kvadrat taqsim 32 ko'paytirilgan A2 deganimiz esa 4 ga teng. Teng 3. Demak, 2 bilan 4 qisqarsa ostida 2 bo'ladi. Ya'ni V0 taqsim 16 qo'shilgan V0 taqsim bu 64, 64 dan 8 chiqadi. Teng 3 ga. Demak, bu yerdan V0 ni topsak, V0 teng bo'ladi 16 ga teng bo'lar ekan. 16 metr taqsim sekund. Xo'sh, endi H ni topsakchi, H teng bo'ladi bu V0 kvadrat taqsim 32, ya'ni 16 ko'paytirilgan 16 taqsim 32. Demak, bu 8 metrga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz mana bu A, mana bu B, 16 va 8 bo'lar ekan. 16 va 8. Xo'sh, keyingi masala 38-masala. Massasi 500 gram, m teng 0,15 kg bo'lgan jism H teng 4 metr balandlikdan nolvoy teng 10 metr taqsim sekund boshlanish tezlik bilan tik pastga uloqtirildi. U yerga urilish natijasida 9 joul energiya issiqlikka aylandi. Ya'ni delta W deymiz, bu 9 joulga teng ekan. A shartida aytilgan jismning birinchi urilishdan keyingi maksimal balandligini aniqlang. Ya'ni birinchi urilishdan keyin qanday maksimal balandlikka ko'tarilishini toping degan ekan. H deb qo'yamiz. B da esa H1 deb qo'yamiz. B da esa jism yerga birinchi va ikkinchi urilishlar orasidagi vaqt intervalini aniqlang. Ya'ni delta tini so'ralgan ekan. Demak, jism qandaydir 4 metr balandlikdan pastga tomon uloqtirilar ekan. Mana buni yer desak, mana bu yerda mana jism bor, pastga tomon uloqtiriladi, ya'ni H balandlikdan pastga tomon uloqtiriladi. Va 9 joul issiqlikka ketar ekan, energiya 9 jouli. Demak, energiya saqlanish qonunini yozaman. Dastlabki hol uchun mgh qo'shilgan
m(v0) kvadrat taqsim 2 barobar bu yerga kelib urilganda qanday tezligi bor bo'ladi. Ya'ni mv kvadrat taqsim 2 qo'shilgan endi qolgani issiqlikka ketgan, ya'ni delta w deb qo'yamiz. Xo'sh, endi bu yerdan bizlar mana bu tezlikni topib olsak bo'ladi. Ya'ni mgh ni hisoblaymiz. 20 qo'shilgan 0,15 10 ning kvadrati 100 taqsim 2 teng 0,15 v kvadrat taqsim 2 qo'shilgan 9. Demak bu 25, 45, 45 dan 9 36, ya'ni 36 teng bo'larga 0,15 v kvadrat taqsim 2. Demak v teng bo'ladi bu 12 metr taqsim sekundga. Demak 12 metr sekund degan tezlik bilan uriladi. Undan keyin esa nima qiladi u? Yana yuqoriga ko'tariladi. Demak o'sha ko'tarilgan balandligi, ya'ni bu h1 bo'ladi. Bu h1 teng bo'ladi v kvadrat taqsim 2 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni 12 metr sekund tezlik bilan urildimi? Demak 12 metr sekund tezlik bilan yuqoriga tomon harakatlanadi. Ya'ni boshlang'ich tezlik endi 12 ga teng bo'lib qoladi. Demak 12 ning kvadrati 144 taqsim 20. Demak bu 7,2 metrga teng ekan. Demak A shartini topdik. Endi B shartida birinchi va ikkinchi urilishlari orasidagi vaqt intervalini aniqlang degan ekan. Xo'sh. Demak birinchi marta urildi va yuqoriga ko'tarildi, undan keyin ikkinchi marta urildi. Demak bizlar nimani topishimiz kerak? Urilgandan keyingi uchish vaqtini topishimiz kerak. Demak t uchish deganimiz bu teng bo'ladi 2 ko'paytirilgan t uchish, t ko'tarilish teng. T ko'tarilishimiz esa bu v taqsim g ga teng. Demak bu 2 ko'paytirilgan 12 taqsim 10. Demak bu 2,4 sekundga teng bo'lar ekan. Ya'ni birinchi va ikkinchi urilish orasidagi vaqt interval deganimiz bu urilgandan keyingi uchish vaqtini so'ralgan ekan. Demak bu delta t degan vaqtimiz teng bo'lar ekan 2,4 sekundga teng ekan. Demak javobimiz 7,2 va 2,4. Xo'sh, keyingi misol 39-misol. 70 metr chuqurlikda suv pufakchasi bor. Uning yuzasi 0,8 cm kvadrat. Ya'ni h teng 70 metr. Uning yuzasi S1 deb qo'yamiz. S1 teng ekan 0,8 cm kvadrat. T konstant degan ekan. A shartida so'ralgan pufakchaning suv sirti yaqinidagi to'lqinlarni aniqlang. Ya'ni pufakcha yuqoriga ko'tariladi va ko'tarilgandan keyingi yuzasi so'ralgan ekan. B shartida esa pufakchaning energiyasi qanchaga ortgani, delta W so'ralgan ekan. Demak T konstant degan ekan. Demak T konstant bo'lsa P1 V1 teng deyman, P2 V2. Xo'sh, P1 deb men suv ostidagi bosimni olyapman. Demak suv ostidagi bosim bu P0 qo'shilgan ρGH, ya'ni atmosfera bosimi ham qo'shiladi bu yerda ρGH ga. Ko'paytirilgan V1 teng P2 degan endi suv yuzasiga chiqqandan keyin u yerda faqat atmosfera bosimi bor, ya'ni P0 bor. Ko'paytirilgan V2. Xo'p, endi qarang. Pufakcha ekan. Pufakchaning hajmi nimaga teng? Pufakchaning hajmi bu 4 taqsim 3 pi r kubga teng. Chunki pufakcha bu shar formasida bo'ladi. Endi sirti yuzasi nimaga teng? S barobar bu 4 pi r kvadrat. Xo'sh, endi men mana bu yuzadan radiusni topib olaman. Ya'ni r barobar ilzosida S taqsim 4 pi. Endi shu erni yuqoriga mana bu hajmga olib borib qo'yaman. Demak, olib borib qo'yadigan bo'lsam 4 taqsim 3 pi mana bunaqa bo'ladi. Erning kubi ekan. Ko'paytirilgan S taqsim 4 pi ilzosida S taqsim 4 pi desam bo'lar ekan. Mana bu 4 pilar qisqaradi. Endi demak, buni men S bo'yicha ifodalab oldim. Endi o'rniga qo'yib chiqaman. Ya'ni P0 qo'shilgan ρGH ko'paytirilgan V1 deganim S taqsim 3 ildiz ostida S taqsim 4 pi, ya'ni S1 deyman, teng P0 ko'paytirilgan endi V2 deganim esa S2 taqsim 3 ildiz ostida S2 taqsim 4 pi. Demak, 3lar 4 pilar qisqaradi.
Endi nima qilaman? Endi o'rniga qo'yib hisoblayman. Ya'ni p0 deganim bu 10 darajasi 5, qo'shilgan r deganim 10 darajasi 3, g deganim 10, h deganim 70, ko'paytirilgan s1 deganim 0,8 santimetr kvadratni metr kvadratga aylantiraman. 8 ko'paytirilgan 10 ning minus 5 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan 10 ning minus 5 teng p nolевой degan bu 10 ning 5 ko'paytirilgan s2 ilzosida s2. Demak, mana bu 7 ko'paytirilgan 10 ning 5 va 8 ko'paytirilgan 10 ning 5 bo'ladi va 10 ning 5 bilan qisqaradi. Mana bu yerdan 8 ko'paytirilgan 10 ning 5 chiqadi va 10 ning 5 larini qisqartsam 8 ning o'zi qoladi. Ya'ni 8 ko'paytirilgan 10 ning usti minus 5 ilzosida 8 ko'paytirilgan 10 ning minus 5 teng bo'lar ekan s2 ilzosida s2. Xo'sh, endi buni nima qilaman? Endi hisoblashim kerak. Bu kvadratga ko'tarilay. Ikki tomon ham kvadratlab yuboraman. Demak, kvadratlab yuborsam bu 8 ning kvadrati edi, 64. Ya'ni 64 ning kvadrati deyman, ko'paytirilgan 10 usti minus 10 bo'ladi. Bu 8 ko'paytirilgan 10 ning minus 5 bo'ladi. Teng bo'ladi. Kvadratlasam s2 ning kubi bo'lib ketar ekan. Xo'sh, endi s2 ni topadigan bo'lsam, s2 deyman 3-daraja ilzosida 64 ning kvadrati ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan 10 usti minus 15. Demak, bundan 10 usti minus 15 dan 10 ning minus 5 chiqadi va 3-daraja ilzosida 64 ning kvadrati ko'paytirilgan 8 bo'lar ekan. Xo'sh, endi s2 teng bo'ladi. 'Mana bunaqa qilaman. 10 ning minus 5 ko'paytirib turaveradi. 3-daraja ilzosida 64 endi 4 ning 3-darajasi deyman va 4 ning 6-darajasi bo'lib ketadi. Ko'paytirilgan 8 ni esa 2 ning 3-darajasi deyman. Xo'p, endi bundan ildiz chiqarsam 4 ning kvadrati bo'lib chiqadi, 2 bo'lib chiqadi. 4 ning kvadrati 16, 2 ko'paytirsam 32 ko'paytirilgan 10 ning minus 5. Demak, bu 3,2 santimetr kvadratga teng bo'lar ekan. Ya'ni s2 imiz 3,2 santimetr kvadrat ekan, ya'ni A shartida. Endi B shartida qanchaga o'zgaradi desa, energiyasi bu sigma ko'paytirilgan s2 olingan s1 deb topamiz. Sigmamiz esa bu 73 ko'paytirilgan 10 ning minus 3, ya'ni jadvalda berilgan. Endi 3,2 dan ayirsak 0,8 ni bu 2,4 ko'paytirilgan 10 ning minus 4. Demak, buni hisoblasak 17,52 mikro joulga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz 17,52. Ya'ni javobga yozib qo'ysak 3,2 va 17,52. Xo'sh, keyingi masala. Mana 40-masalaga keldik. Detal 40 mol misdan yasalgan ekan, ya'ni nu barobar 40 mol. Detalning issiqlik sig'imini aniqlang. Ya'ni issiqlik sig'imi deganimiz S teng solishtirma issiqlik sig'imi ko'paytirilgan massa. Massa deganimiz bu nu ko'paytirilgan mu ga teng. Endi S deganimiz bu misning solishtirma issiqlik sig'imi bu jadvaldan topsak bu 380 ga teng ekan. Ko'paytirilgan nu 40 ga teng ekan. Molyar massa esa 64 ko'paytirilgan 10 usti minus 3 ga teng ekan. Xo'sh, endi buni hisoblasak 972,8 ga teng bo'lar ekan. Joul bo'lingan joul taqsim kelvin, ya'ni 972,8. B shartida esa temperatura 60 kelvinga ortganda olingan issiqlik miqdorini toping degan ekan. Ya'ni Q teng S ko'paytirilgan delta T desak bo'ladi.
Ya'ni 972,8 ko'paytirilgan 60. Demak, buni ham hisoblasak 58.368 ga teng bo'lar ekan joulga. Endi kilojoulda toping degan ekan 58.1000 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, keyingi masalamiz 41-masala. Massasi 20 mg bo'lgan 4 nanokulon zaryadli zaryadcha zaryadi 6 nanokulon bo'lgan qo'zg'almas zaryadga 60 sm/sekund tezlik bilan uzoq masofadan yaqinlashmoqda. Zaryadchalar orasidagi minimal masofani aniqlang degan ekan. Demak, boshlanish energiyasi kinetik energiya barobar bo'ladi keyingi potensial energiya, ya'ni K kubur Q2 taqsim R ga teng bo'lar ekan. Mana R masofani topamiz. Ya'ni bu R minimumni beradi bizga. Demak, R teng bo'ladi. Xo'p, 2K kubur Q2 taqsim MV kvadrat. Demak, bu 2 ko'paytirilgan 9 qo'yib 19 kubur Q2miz 24 qo'yib 10-18. M massamiz 20 mg, ya'ni 2 ko'paytirilgan 10-5. Bu kvadratimiz esa 36 ko'paytirilgan 10-2. Ikkilar qisqaradi. 9-36 qisqaradi. 4. Bu 6 sm teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz 6 sm. Endi B shartida esa ular orasidagi maksimal kulon kuchini aniqlang. Ya'ni kulon kuchimiz F teng K kubur Q2 taqsim R kvadrat. Endi oraliq minimum bo'lgani uchun kulon kuchimiz bu yerda maksimum bo'ladi. Demak, bu teng K deganimiz 9 ko'paytirilgan 19, kubur Q2miz 24 ko'paytirilgan 10-18, R ning kvadrati esa 36 ko'paytirilgan 10-4. Qisqartsak 60 mikronewtonga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz 60 mikronewton. Xo'p, keyingi masalamiz 42-masala. Elektr zanchirida qarshiliklari R1 teng 10 ohm, R2 teng 15 ohm va R3 teng 20 ohmga teng bo'lgan rezistorlar shunday aralash ulanganki, natijada umumiy qarshilik 10 ohmga teng bo'ldi. Zanjirdagi R3 qarshilikdan oqayotgan tok 2 amperga teng. R2 qarshilikdagi tok kuchini aniqlang va R2 qarshilikdan ajrayotgan quvvatni aniqlang degan ekan. Demak, R1, R2 va R3 ni qandaydir ulab 10 ohm qarshilik olishimiz kerak ekan. Demak, aralash ulangan. Ya'ni ikkitasi ketma-ket va uchinchisiga parallel yoki ikkitasi parallel, uchinchisi ketma-ket. Xo'sh, 10 bo'lishi uchun R1 bilan R3 ketma-ket va R2 ga parallel bo'lishi kerak. Xo'p, chizmasini chizamiz. Mana bunaqa bo'lar ekan. Demak, bu R1, bu R3, bu R2. Endi R3 dan 2 amper o'tar ekan. R3 dan 2 amper o'tsa, R1 dan ham 2 amper o'tadi, chunki bular ketma-ketlangan. Xo'p, endi kuchlanishlarni teng qilsak bo'ladi. Ya'ni R1, R3 bilan R2 parallellangan. Ya'ni U1-3 teng deyman U2 ga. Endi U1-3 degan nimaga teng? Umumiy tok kuchini, ya'ni ustidagi umumiy tok kuchini umumiy qarshilikka ko'paytirishim kerak va u teng bo'ladi I2 ko'paytirilgan R2 ga. Umumiy tok kuchimiz bu 2 amperga teng. 2 ko'paytirilgan R umumiy, ya'ni R1 bilan R3 10 bilan 20 ketma-ket ulansa bu 30 ga teng bo'ladi va 2 ko'paytirilgan R2miz esa 15 ga teng. Demak, qisqartirsa 2, demak I2 deganimiz bu 4 amperga teng ekan. Demak, javobimiz mana 4. Xo'sh, keyingisida endi B shartida R2 qarshilikdan ajrayotgan quvvatni aniqlang degan ekan. Demak, P2 teng deymiz. I2 ning kvadrati ko'paytirilgan R2. Demak, I2 ning kvadrati 16 ko'paytirilgan R2miz esa 15 ga teng.
16 ko'paytirgan 15 bu 240 ga teng. 240 wattga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz 240. Ya'ni 4 bilan 240 ga teng ekan. 42 da. Xo'sh, keyingi 43-masala. Yorug'lik kuchi, ya'ni I barobar 500 kandela bo'lgan lampa yerdan 5 metr balandlikda osilgan. Ya'ni H teng 5 metr. P barobar 3. A lampaning to'la yorug'lik oqimini toping. Ya'ni to'la yorug'lik oqimi F. Lampa ostidagi yer sirtining yoritilganligini aniqlang. Ya'ni yoritilganlik bu Y. Demak, to'la yorug'lik oqimi bu F teng 4pi desak bo'ladi. Bu teng 4 ko'paytirgan 3 ko'paytirgan 500. Demak, bu 6000 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni 6000 lyumenga teng ekan. Xo'sh, endi lampa ostidagi yer sirtining yoritilganini aniqlang. Demak, bu Y barobar I taqsim H kvadrat deymiz. Endi I taqsim R kvadrat deyishimiz kerak. R deganimiz bu H ga teng. Demak, 500 taqsim H kvadrat 25. 500 ni 25 ga bo'lsak 20 ga teng bo'lar ekan. 20 lyuksga teng ekan. Demak, javobimiz 20. Xo'p, keyingi masala 44-masala. Fokus masofasi 45 cm bo'lgan linzada buyumning 3 marta kattalashgan to'g'ri tasviri hosil bo'ldi. Demak, qarang. Fokus masofa plus 45 cm. Demak, bu yig'uvchi linza. Demak, yig'uvchi linzada to'g'ri tasvir qachon paydo bo'ladi? D kichik f masofaga qo'ysa, ya'ni to'g'ri, mafhum va kattalashgan tasvir paydo bo'ladi. Endi A shartida aytilgan linzadan tasvirgacha masofani aniqlang. Ya'ni linzadan tasvirgacha masofa bu f ga teng. Bunda esa buyum va tasvir orasidagi masofa, ya'ni f olingan d ga teng. Bu boya bitta misolda bor edi. Xuddi shunaqa edi. Xo'p, endi yig'uvchi linza formulasini yozsak, 1 taqsim f teng 1 taqsim d olingan 1 taqsim kichkina f. Endi k 3 ga teng ekan, ya'ni f taqsim d teng 3 desak, f ni d ni topsak, d teng bo'ladi bu yerdan f taqsim 3 ga. Endi o'rniga borib qo'yamiz. Demak, 1 taqsim 45 teng d ni o'rniga f taqsim 3 ni qo'yamiz minus 1 taqsim f. Demak, 1 taqsim 45 teng 10 bo'lim f dan 3 dan 1 ni ayirsa 2 ga teng. Unda f deganimiz bu 90 cm teng ekan. Ya'ni A shartida 90 cm. Endi B shartida esa, endi B shartini topish uchun D ni topishimiz kerak. Endi D imiz esa f taqsim 3 ga teng, ya'ni 30 cm ga teng. Demak, B shartida f minus D teng bo'ladi bu 60 cm ga. Demak, javobimiz 90 va 60. 90 cm va 60 cm. Xo'sh, keyingi masalamiz 45-masala, ya'ni oxirgi misolimiz. Ikki xil izotopning yarim yamilish davrlari mos ravishda, ya'ni T1 teng T, T2 teng 2T ga teng. Ularning umumiy aktivligi A ga teng. Ya'ni boshlang'ich aktivligi. Bu boshlang'ich aktivlik A01 qo'shilgan A02 desam bo'ladi. Ya'ni dastlabki vaziyat uchun A ga teng. T teng 4T vaqt o'tgandan keyin umumiy aktivlik A taqsim 10 ga teng bo'lib qoldi. Ya'ni keyingi aktivlik A1 qo'shilgan A2 teng ekan A taqsim 10 ga. Xo'sh, A shartida aytilgan birinchi izotopning boshlang'ich aktivligini toping. Ya'ni A01 ni topish kerak. B shartida esa oxirgi atomlar sonining nisbatini aniqlang. Ya'ni N1 taqsim N2 so'ralgan ekan. Yoki men ko'rganim A1 taqsim A2 deb ham qo'ygan ekan. Uni ham topamiz. Demak, keyingi aktivlikni men buni qilib topsam bo'ladi. Ya'ni A teng A0 ko'paytirgan 2 ning darajasida minus T taqsim T deb. Ya'ni qolgan yadrolar soniga o'xshash bo'ladi bu ham. Endi o'rniga qo'yib chiqaman. Ya'ni A1 deganim bu A01 ko'paytirilgan 2 darajasida minus 4T taqsim T deyman. Va A2 teng deyman. A02 ko'paytirgan 2 darajasida minus 4T taqsim T2 ni o'rniga endi 2T ni qo'yaman. Men buni sistema qilib yuboraman. Va A1 ga A2 ni qo'shsam, bu A1 ga 10 ga teng bo'lishi kerak. Va A1 ga A2 ni qo'shib yuboraman. Demak, bu T'lar qisqaradi. Demak, bu A01 taqsim 2 ning endi minus 4-darajasi qo'yadi. Minus 4-daraja bu 16 ga teng. 1 bo'lib 16 ga teng. Qo'shilgan A02 taqsim 2 ning minus 2-darajasi bu 4 ga teng. Bu teng bo'ladi
a taqsim 10 ga. Endi a ni o'rniga a01 qo'shilgan a02 ni qo'ysam bo'ladi. Demak, a01 bo'lingan 16 qo'shilgan a02 bo'lingan 4 teng a01 bo'lingan 10 qo'shilgan a02 bo'lingan 10 desam bo'ladi. Xo'sh, bu yerdan umumiy makhraj berib yuboraman. Ya'ni umumiy makhraj 80 dan bo'ladi. Demak, bu 5 ga o'tirish kerak. 5 a01 qo'shilgan bu 20 a02 teng 8 a01 qo'shilgan 8 a02. Demak, men bu 5 ni o'ng tomonga minus qo'yib o'tkazib yuborsam 3 a01 teng. Men bu yoqqa minus qo'yib o'tkazib yuborsam 12 a02 ga. Yani 3 bilan 12 qisqaradi, 4 ga teng. Ya'ni a01 teng bo'lar ekan 4 a02 ga. Xo'sh, endi a01 ga a02 ni qo'shsam bu a ga teng bo'lishi kerak. Demak, 5 a02 teng a ga. Demak, a02 deganimiz bu a taqsim 5 ga teng bo'lar ekan va a01 esa 4 a taqsim 5, ya'ni 0.8 a ga teng bo'lar ekan. Demak, bizlar a javobini topdik. A01 teng bo'lar ekan 0.8 a ga. Mana javobimiz. Mana bu yerga yozib qo'yamiz 0.8 a. Xo'p, endi keyingi qolgan atomlar sonining nisbatini topamiz bu shartida. Xo'p, endi aktivit deganimiz nimaga teng o'zi? Aktivit deganimiz bu yemirilish ko'paytirilgan n ga teng. Bu yemirilishimiz esa ln2 taqsim t desak bo'lardi. ln2 taqsim t ko'paytirilgan n desak, o'sha yerda n ni topsak n barobar a ko'paytirilgan t taqsim ln2. Demak, n1 taqsim n2 deganimiz bu teng bo'ladi. ln2 lar qisqarib ketadi, ya'ni a1 t1 taqsim a2 t2 bo'lar ekan. a1 deganimiz bu a01 ko'paytirilgan 2 ning minus 4t taqsim t desak bo'ladi. Ko'paytirilgan t1 deganimiz t ga teng. Xo'sh, a2 deganimiz esa a02 ko'paytirilgan 2 darajasida minus 4t taqsim 2t ko'paytirilgan t2 miz esa 2t ga teng. Bu yerda men yozib qo'yaman. A1 degani bu A01 ko'paytirib 2 ning minus t taqsim t deymanda. Men bunga qo'yapman mana bu yerda yozganlarimni. Xo'sh, endi n1 taqsim n2 teng bo'ladi. A01 ni A02 ga bo'lsam, men bu yerda bor-ku, A01 degan bu 4 A02 ga teng. Demak, o'rniga qo'yib ketsam bo'ladi 4 deb. Yani ustida bo'ladi 4 ko'paytirilgan. Bu 2 ning minus 4 darajasi bu 1 bo'lgan 16 ga teng. Men bu t bilan men bu t qisqaradi. Ostida esa 2 ning minus 2 darajasi 2 ning minus 2 darajasini ham yozib ketaman, ya'ni 1 taqsim 4 deb ko'paytirilgan 2. Demak, buni hisoblashim kerak. Bu qisqarsa 2 bo'ladi, mana bu qisqarsa 4 bo'ladi. Demak, 2 taqsim 4 bo'ladi. Bu 1 bo'lgan 2 ga teng ekan. Ya'ni n1 taqsim n2 teng ekan 1 taqsim 2 ga. Mana bunga teng ekan. Demak, 0.5 desam bo'ladi. Xo'sh, endi ba'zi bir savollarda A1 taqsim A2 so'ralgan ekanda. Ya'ni A1 taqsim A2 deb ko'rgan savollar ham bo'ldi mana bu shartida. Endi A1 taqsim A2 desam bu A01 ko'paytirilgan 2 ning minus 4t taqsim t, bu A02 ko'paytirilgan 2 ning minus 4t taqsim 2t bo'ladi. Buni hisoblasak, A01 dan A02 ga bo'lsak bu 4 ga teng. 4 ko'paytirilgan bu 2 ning minus 4ti. Bu esa 1 ko'paytirilgan 2 ning minus 2si bo'ladi. Demak, bu 1 ga teng bo'ladi. Endi ba'zi bir savollarda A1 taqsim A2 so'ralgan deb ham qo'ygan edi. Xo'sh, shu bilan birinchi smena javoblarini ham ishlab bo'ldik. Xo'p, buni sizga yechim qildi Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot tumani ixtisoslashtirilgan maktab internatining fizika fani o'qituvchisi Turimuratov Atabek.